Ikkinchi narsa, subhanalloh, hajga borib, umraga borib, kelib namoz o'qimay yurganlarni ko'rsam g'ashim keladi. Birinchi sababini aytaymi nima uchun? Nima uchun aytaymi? Birinchi sababi, endi nima deb o'ylasam, borayotgan vaqtda gidni to'g'ri tanlamagan. Ko'p ustozlar, yaxshi ustozlar bor. Misol uchun qarash kerak, kim bilan boryapmanmi? Bloger bilan boryapmanmi? Ancha o'zimga o'xshagan bir odam bilan boryapmanmi? Meni qaysi chunki ilmli odam qayerda nima gapirishlikni biladi-da. Tushunasizmi? Ertaga men Uhud tog'iga boradi, nima aytadi erta? Ka'baga boradi, nima aytadi erta? Tanlamasdan, ha deb suratga tushib, videoga tushib, TikTokga chiqsak, Instagramga chiqsak, ki oxirida men ham shu narsani qiladigan bo'ldim. Ataychi, uni ham bo'sh qolmasin-chi deb, cho'ta odamlar shu narsaga erishib ketyapti-da hozir. Ananda mana bizning hojilarimiz, mana bizning anaqa odamlarimiz desachi, bu zo'r yurtdi deb o'ylayveradi-da, kadrning orqasida-chi. Yaxshi borib kelyapti deb. Lekin natija yo'q. Kelgandan keyin shunday boyagi boyteshaning tayog'i bo'lib turib, shundayda, ya iymoni kuchaymagan, ya iymoni ziyoda bo'lgan, ya lazzat olmagan bo'lib qaytadi-da. Shuning uchun birinchi borayotgan vaqtda boshqalarga ham aytish kerak-da, kim bilan ilm odam bilan borish kerak etgan. Chunki siz ibodatga boryapsiz, siz sayohatga bormayapsiz, Dubayga yoki bir faqat gid izlaydiganda, siz kim bilan borayotganini bilish kerak odamlar. Ko'p ustozlar, yaxshi ustozlar bor, misol uchun, shular bilan borish kerak.